Salom, bu Jenny va bu Wired Autocomplete intervyusi. Bu men haqimda eng ko'p berilgan savollar. Wow! Jennydan internetni portlatgan savollarni so'raymiz. Qachon Jenny Blackpinkga qo'shildi? Men doim shu yerda edim. Bizning birinchi qo'shig'imiz chiqarildi. Yolg'iz 26-avgust. Blackpink shunday bo'ldi. Qachon Jenny Yangi Zelandiyaga ko'chdi? 9 yoshda edim. 14 yoshgacha bu yaxshi yillar edi. Ko'rib turganingizdek, mening aksentim juda kuchli. Qanchalik xafa bo'lmay, hech qaysi odam meni Yangi Zelandiyadan ekanligimni taxmin qilishmagan. Yangi zelandiyaliklar men haqimda biladigan narsa bu. Marmite murabbosini yaxshi ko'raman. Shunga men va Roze shaharda yurganimizda odamlarni hayratga solardik. Ular bizga Vegemite va Marmite berishgan edi. Qachon Jenny soloni e'lon qildi? 5 yil oldin deb ayta olaman yoki 6 yilmi? Yo'q, 5 yil deb o'ylayman. Aniq 5. Go'yo ancha avval bo'lgandek tuyuladi. Chunki mantraga tayyorgarlik ko'rayotganimda men eski suratlarim va videolarimni ko'rdim. Sologa tayyorgarlik ko'rib yurgan vaqtlarim ko'rib aytdim, "Vau, men yosh va chiroyliman." Solo artist sifatida bu juda ham g'alati va qiyin. Studiyada yolg'iz. Oldin guruh bilan ishlaganimda qo'shiqni hammamiz yoqtiramizmi va o'zimiz unga his qila olamizmi, shuni muhokama qilardik. Hozir esa bu qarorlarning barchasini o'zim qaror qabul qilishim kerak. Shuning uchun bu men uchun eng katta farq deb o'ylayman. Keyingisi iltimos. Qachon Jenny kuylashni boshlagan? Kasbiy tomonlama 14 yoshda. Lekin men butun umr qo'shiq kuylab kelganman. O'ylaymanki, bolaligimdan ham kuylaganman. Jennyning sahna libosi. Biz sayohatda bo'lganimizda sahna kiyimlarimizni tez-tez o'zgartirib turishni yoqtiramiz. Ayniqsa qaysi shaharda bo'lsak, o'sha joyning muhitiga moslashishni yaxshi ko'ramiz. Lekin o'ylaymanki, mening uslubim ancha ochiq. Nega Jennyning Instagrami Jenny Ruby Jane? Men bu ismni Yangi Zelandiyada maktabda o'qib yurganimda o'ylab topganman. Do'stlarimnikiga o'xshagan chiroyli, uzun ism xohlagandim. Keyin esa u menga yopishib qoldi. Shuning uchun men bu o'zim uchun o'ylab topgan ismga o'xshaydi. Qanday Jenny kabi kiyinish mumkin? Menimcha hamma juda zo'r ishlayapti, go'yo hamma allaqachon bunga javobni biladigandek. Keyingisi iltimos. Men doim buni qilishni xohlardim. Jenny qanday odam? Men juda uyatchan odamman. Hatto do'stlarim orasida ham ko'pincha jim turadigan odamman. Lekin men sahnada ko'ringanimdan juda boshqachaman. Shuning uchun umid qilamanki, biz bir-birimizni yaxshiroq tanib olamiz. Jennyning yaxshi ko'rgan mevasi nima? Bu doim o'zgarib turadi. Oldin men qulupnayni yoqtirardim, hozir esa kivi juda yoqadi. Jennyning Blackpinkdagi yoqtirgan qo'shig'i qaysi? Har doimgi qiyin savol. Hozir men Love Shack Girls'ni yaxshi ko'raman. Bu doim o'zgarib turadi, lekin hozir Love Shack Girls. Unda Blackpinkning juda yoqimli qizlar xos momenti bor va bu biz sahnada kam ishlatadigan juda noyob vibe. Chunki biz ko'proq kuchli, xarizmatik narsalarni qilamiz. Shunday. Ha. Jennyning taxallusi. Menda juda ko'p laqablar bor. Menda Tendiki bor. Bu koreyscha laqab. Menda do'stlarim Nini deb chaqirishadi. U mening asl ismimdan, ya'ni Jennydan kelib chiqqan. Jenny hozir nima qilyapti? Men hozir Wired intervyusidaman, lekin mening yakkaxon qo'shig'im bir necha kun oldin chiqqan deb o'ylayman. Shunga o'ylaymanki, men juda bandman, baxtliman. Menimcha, butun albomni yaratish men uchun yakkaxon ijodkor sifatida o'sishimga juda katta qadam bo'ldi. Aynan shu qo'shiq, Mantra, menimcha juda yaxshi kirish qo'shig'i. Bu albomga Jennyning kichik bir teaseri kabi, ya'ni Jennyning ozgina namoyishi deb aytardim. Faqat Jenny. Jenny Blackpinkning eng yaqin do'sti kim? Yaqin do'stlarim juda ko'p, sizlar ham mening eng yaqin do'stlarimsiz. Jennyda nechta piercing bor?
Mening o'smirlik davrimda juda ko'p pirsinglarim bor edi, lekin yillar davomida ularni olib tashladim. Hozir esa shu qulog'imda 4 ta pirsing va bu qulog'imda 2 ta pirsing bor. Ya'ni faqat quloqlarimda. Tamom. Jenny qo'shiq yozadimi? Ha, menda bor. Ha, umid qilamanki, albom chiqqanda mening qo'shiqlarimni ko'proq eshitasiz. Shuning uchun hayajonlaning. Jenny. Jennyning kuchugi. Mening yetimning ismi Kuma. U uyda. Hozir u onam bilan. Men uni sog'inyapman. U mening yaxshi tarbiyalangan itim. U meni juda yaxshi ko'radi. O'ylaymanki, hozircha ham men uning yer yuzidagi eng sevimli insoniman. Garchi uni avvalgidek ko'p ko'rmasam ham. Ha, u meni har safar ko'rganida juda xursand bo'ladi. Ha, doim ko'rganida meni xursand bo'ladi. Oxirgi savol. Yey! Jennyning rapi. Ha, rap aytaman. Rahmat. Rapni sevaman. Va siz juda ko'p eshitasiz mening albomimda. Jenny, one of the girls qo'shig'i. Bu mening Spotify'dagi eng ko'p eshitilgan qo'shig'im. Men yaxshi eshitilayotganidan juda xursandman. Jennyning Capybara haqida fikri. Men bugun bu yerga kelishimdan oldin Capybara videosini ko'rib kelayotgan edim. Men bilaman, Capybara dunyodagi eng mashhur hayvonlardan emas, lekin men ularni haqida ko'p gapira boshladim. Chunki mendan doim eng sevimli hayvonim nima deb so'rashdi va men har doim Capybaraga juda qiziqqanman. Ha, ehtimol ular shunchaki Capybara nima ekanligini bilmoqchi bo'lishgandir, lekin menimcha ular hozirgi paytda ancha mashhur bo'lib boryapti. Bu meni juda xursand qildi. Men bir necha yillar oldin klipda tushganman Capybara bilan. Bu Ice Cream uchun edi. Bu mening eng yaxshi kunlarimdan biri edi. Tez orada yana birini ko'rgim keladi. Tez kunlarda. Jennyning Jacquemus podium chiqishi. Men may oyida Caprida Jacquemus shousida yurish qildim. Bu mening birinchi runway yurishim edi. Bu men uchun juda maxsus voqea bo'ldi. Men bu kun juda asabiy bo'laman deb o'ylagandim, lekin Capriga kelgan paytimdan boshlab shunchaki keling zavqlanay dedim. Bu men uchun bu yilgi yana bir faxrli lahza bo'ldi. Yaxshiyamki, men bu savollarning hech biridan hayron bo'lmadim. O'ylaymanki, ularning ko'pini oldindan bilardim. Shuning uchun bolalar, biroz harakat qilinglar. Googledan men haqimda yanada qiziqarliroq savollar beringlar. Meni taklif qilganingiz uchun rahmat. Keyingi safar ko'rishguncha xayr. Mana Jenny opamizning videosini tugatib oldik. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Sarvinoz bo'ldi. Obuna bo'lishni unutmang.